Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun Xudo xolosa 25-may, hammaga xayrli kun, haftaning birinchi kuni, ish kuni. Sizlarga sotuvimizda Dongfeng 008 degan modelidan ko'rsatamiz. Egadan keldi mashinamiz. 2024-yil ekan texpasporti, 25-yilda salonni olib mingan ekanlar. Bir ega mingan. Gibrid model. 34.000 kilometr yurgan. İnternetdan qiziqib ko'rsangizlar bo'ladi. Ko'proq, chuqurroq ma'lumot olish uchun. Demak, mashinamizni kraskalari 100% toza, 6 mestalik mashin. O'zini rodnoy diska, rodnoy balonlarida o'rtacha sostaniyada balonlar ham 360 bor, kamera, krugoy tonirovkalar urilgan, ruxsati bor. Bag'ri keng mashinalardan. Salon polностью laminatsiya bo'lganini ko'rib turibsizlar. Bellari barqni, o'zgacha dizayn, kolonkalar ham dimdik chiroyli aytadi, zo'r aytadi. O'zi qo'ja salon bo'ladi. Ustidan nakitkalar yezilgan ekan. Ichini ko'rsatamiz. Monitorlari, bellarini chiroyli bo'lib turibdi. O'zini bori bor. Bunda pultlarina. Mashina 2 pulti bor. Беспроводный зарядка bor. Eldinda обычный lyuki bor, arkasi uchun отдельный. Keyin monitor 2 dona monitor bor, eldinda 1. Arkasında yana birisi bor. Dim akıllı mashinalardan Karasvet perdasi, дополнительный kolonkalari yana ko'rib turibsizlar. Laminatsiya. Zaryadchi joyini qaranglar. Type C. Şöyle gelip tuttu. Hem müezzi boyunda bir şilkesen boy ekan. Zor, komforta zor. Yani içleri. Arkasında yine monitor joyi bor. Lyuki bor, keyin arkasında deni kapitanskiy sideniya. Bari yuriydi arka ham. Mashin zor. 2024. Dongfeng 008. Bu maşinin bahalarını gördük. OLX'dan, Avtoelan'dan görген bo'lsazlar 34.000, 35.000'den kəminə yazıb qo'yganlari yo'q, vermediler. Bizədən 33-34 minlər ham az pul bo'lmaydi, 400 milyon bo'lardi. Üçün bizədən 333 milyon soma satışa qo'yildi. Naqd pul bilan gelsizlar, üstünde yine geliştirib qaytib beramiz. Görüb olaverasizlar. Mashinamiz Qo'shko'pir avtomarketda sotuvda turadi. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat.